Sizlar bilan bugun kichkinagina rastakovka chek qilamiz. Mana bundan boshlagim keldi. Bunday qilamiz deb, ko'z atrofiga zar. Mana shunga qiziqdim. Nimaligini eslolmayapman. Nimaga bunaqa o'rab tashlashgan? Tak upakovka. Juda kutdim buni. Wow, hidi ham просто bomba. Starflash makeup spray. Zaychik. Hidi как клубника. Sumочкаga bosib qo'ysa juda zo'r turadi. Yo'q, qosh uchun yoki bilmadim. Lip liner pencil. Endi men sevgan My Chair brandiga keldik. Krassotka qilib qo'yadi bu. Har xil anaqada fasonda tuzatsangiz bo'ladi. Qaranglar. Qanaqa ingichka qilib ham tizsanglar bo'ladi. Qada sirtingni tuyulyapti. Juda ochilganmi? Yo, ochdingmi buni? Mana. Qaranglar, qanaqa zo'r yaltiryapti. Hamma brendlar mana bunaqa salofanda jo'natishgan, upakovkasi zo'r, lekin buni nimagadir upakovkasi yo'q, как будто ochilgan deb. Bundan birinchi marta ishlatib ko'ryapman. Men buni 01 ni zakaz qildim. 02 si sal nima deydi? Qizilroq ekan. O'shaning uchun oqidan zakaz qildim. Ochiladi. To'g'ri ochdimmi? Nega har xil narsalar chiqyapti? Nima bular? Birinchi marta ishlatyapman, to'g'risi bilmayman. Qanaqa asal. Alohida e'tibor berilgan bunga. Bunday qilib. Qani? Men oqidan zakaz qildim. Rangiga qarab zakaz qilaverasizlar ham. Mana bunisini to'g'risi kommentariyada bilsanglar yozib yuboringlar. Nima bu? Mana nimaga alohida chiqdi? Siz hamma bilsa kerak. Alohida bitadigan shotkasi. Mana darog'i o'zini alohida spetsialni va yopishtiradigan nima deydi? Bu menimcha odamning o'zini kiprisi bilan mana bu kiprini baravar qilib yorib yotqizib yuborish uchun ishlatiladi. Bond bu bir. Seal bu klesi. Birinchi bu kleyni surib, mana qo'limga yopishyapti уже. Surib, ustidan buni surib olasizlar. Rahmat hammaga. Agar shunaqa rastakovkalarni ko'rishni xohlasanglar, meni profilimga obuna bo'lib qo'yinglar. Paka-paka.